Hayolparastroq shogird milliy sertifikat imtihoniga kirganda muntazam oltiburchakka oid savolda muntazam oltiburchak yuzini topishni bilmagan. Lekin uni muntazam uchburchak yuzidan foydalanib topsa bo'lardi. Qanday qilib? Oltiburchakda 6 ta uchburchakka ajratsa bo'lardi. Hammasi 360 gradus bo'ladi. 360 gradusni 6 ga bo'lsak, bu yer 60 gradus. Bu tomonlar tengligidan bu yerlar ham 60 gradusdan bo'ladi. Demak, muntazam uchburchak yuzini topsak, 6 ga ko'paytirsak, muntazam oltiburchak yuzi chiqadi. Muntazam uchburchak yuzi qanday topiladi? Barcha burchaklari ham 60 gradusdan bo'lganligi sababli muntazam uchburchak yuzi 1/2 a ko'paygan sinus 60 gradus ildizosi 3/2. Demak, uchburchak yuzi a kvadrat ildizosi 3/4 ga. Muntazam oltiburchak yuzi 6 ta muntazam uchburchak yuziga teng bo'lganligi sababli a kvadrat ildizosi 3/4. 6 bilan 4 qisqarib ketadi. 3 ildizosida 3a kvadrat taqsim 2 ga. Shunga o'xshagan milliy sertifikatda tushishi mumkin bo'lgan savollarni oson yechimini profilimizga joylab boryapmiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi.